Necha metrga qurilgan? Molxonalar uzunligi 13. 13 metr. 13 metrga 6,5. 6,5 metr. Narigi devordan bu devorgacha. 6,5. Mollarda bo'lganmiz, orasi 120 dan. 120 dan ustunlari qo'yib ketilgan. Ular qo'yilgan. Endi tagiga ham qarang, mol yotganda orasida dimoxotlari bor. Havo aylanib turish uchun Aylanib turadi. sharoitlar qo'yib ketilgan ekan bu yerda. Tepasiga ham dimoxot qo'yganmiz tog'a. Buni keyin qildik. Mana hozir yoqaveraymi endi. Qani ishlatib ko'rsak yaxshi bo'ladi. Ma'lumotini berib ketsangiz obunachilarga qiziq. Oldin biz dimoxot qo'ygandik. Bu bizga yaxshi effekt bermadi. Qanday ham qandaydir mollarda hidi chiqib qoldi. Keyin shuni internetdan topdik. Mana hozir yoqayapman. Bu tortadi, bu. Bu havoni tortadi. Tortib pashada chiqarib olyapti. Endi tepadan havo beradiganini qildik. Mana buni ham yoqayapman. Qani bu havoni tortib ketadi. Ha, yomon havoni tortyapti. Mana bu tepadan toza havo haydayapti mana. Bu yerga toza havo haydaydi ekan. Bu endi necha pulga tushdi? Mana shu usta haqi bilan 3.300 ga tushdi. 3.300 ming so'mga tushdi. Mana shu havolantirmani o'zi. Mana ortiqcha hid yo'q molxonada. Toza turaveradi. Pasha yo'q. Ha, buni ham aytib ketayim. Mana shu ortiqcha pasha masalalarga dori qilingan oddiy o'zimiz jibo sharoitda qilsa bo'lgan salyarkaga oltin gut qo'shib qo'yilgan. Salyarkaga oltin gut qo'shib mana bu har bitta ustiga ilib qo'yganmiz. Bir oyda bir yangilanib turadi. Ichiga pasha to'lib qoladi. Demak, buni qo'yib ketishda ham maslahat beraverasiz. Maslahat beramiz. Xo'p. Issiq suv, sovuq suv.